Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 2026 yilda ayrim pensionerlar ba'zi to'lovlarni umuman to'lamasliklari yoki ancha kam to'lashlari mumkin. Bu gap har bir nafaqadagi ota-onamiz, bobo-buvilarimiz, shuningdek ularning farzandlariga ham tegishli. Chunki ko'p odamlar imtiyozi borligini bilmagani uchun yillar davomida ortiqcha pul to'lab yuradi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, oilangizda pensioner bo'lsa yoki yaqinlaringizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamga pulini, vaqtini va asabini tejab beradi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, pensionerlar menga hech qanday imtiyoz yo'q deb o'ylaydi. Yoki aksincha, pensioner bo'lsam hamma narsadan ozodman deb noto'g'ri tushunadi. Aslida esa masala ancha aniq. Pensionerlik maqomi ayrim to'lovlar bo'yicha imtiyoz berishi mumkin. Lekin bu imtiyoz avtomatik ravishda hamma joyda ishlamaydi va hamma to'lovlarga tegishli emas. Avval ko'p jarayonlar qog'oz shaklida bo'lgan. Pensioner soliq idorasiga, mahallaga, kadastrga, bankka yoki kommunal tashkilotlarga alohida borishga majbur bo'lardi. Hujjat yetishmasa yana qaytib kelardi. Ma'lumot bazalarida ko'rinmasa, sizda imtiyoz yo'q deb javob berishardi. Natijada odam charchab mayli, to'lay qolay deb ortiqcha to'lov qilib yuborardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Pensionerning pensiya olayotgani, uy joyi, yer uchastkasi, kadastr ma'lumoti ayrim hollarda nogironlik yoki ijtimoiy holati davlat tizimlarida ko'rinishi mumkin. 2026 yilga borib bunday elektron tekshiruvlar yanada keng ishlashi kutiladi. Lekin men bu yerda juda muhim narsani aytaman. Baza borligi imtiyoz avtomatik qo'llandi degani emas. Siz baribir tekshirishingiz kerak bo'lsa, ariza berishingiz va ortiqcha hisoblangan summani qayta ko'rib chiqishni talab qilishingiz kerak. Eng ko'p gap bo'ladigan masala bu mol-mulk solig'i, yer solig'i, ayrim davlat bojlari, ayrim ijtimoiy va tibbiy xizmatlar bo'yicha imtiyozlar. Lekin har birining sharti bor. Kimdir yoshi bo'yicha pensiyada bo'ladi, kimdir nogironligi bo'yicha pensiya oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Ularning huquqlari har doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men endi hammasini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Asosiy qism bu. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda pensionerlar eng ko'p duch keladigan to'lovlardan biri mol-mulk solig'i. Masalan, sizning nomingizda uy, kvartira yoki hovli bo'lsa, odatda bu ko'chmas mulk uchun soliq hisoblanadi. Ko'pchilik pensionerlar uyim o'zimniki, pensiyadaman, nega soliq chiqyapti deb hayron bo'ladi. Bu yerda masala shundaki, mulk borligi soliq majburiyatini keltirib chiqaradi. Lekin pension maqomi ayrim hollarda imtiyoz beradi. Oddiy misol olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 6 yoshli otaxonning nomida bitta hovli bor. Hovlining kadastr qiymati shartli ravishda 3 million so'm deb olaylik. Agar imtiyoz qo'llanmasa, unga yiliga ma'lum miqdorda mol-mulk solig'i chiqishi mumkin. Lekin u pensioner bo'lgani sababli qonunchilikda belgilangan tartibda soliqdan ozod etilishi yoki soliq bazasi kamaytirilishi mumkin. Buning uchun uning pensionerligi tasdiqlanishi, mulk aynan uning nomida bo'lishi va imtiyoz qo'llanadigan shartlarga mos kelishi kerak. Ikkinchi misol, 34 yoshli ayol pensionerning nomida 2 ta kvartira bor. Birida o'zi yashaydi, ikkinchisini ijaraga bergan. Mana shu joyda odamlar ko'p xato qiladi. Men pensionerman, demak ikkala kvartiramga ham soliq to'lamayman deb o'ylaydi. Aslida imtiyoz faqat ma'lum turdagi va ma'lum chegaradagi mulkka qo'llanishi mumkin. Ikkinchi uy, tijorat maqsadida ishlatilayotgan joy yoki ijaraga berilgan obyekt bo'yicha imtiyoz ishlamasligi yoki cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kimning nomida bir nechta mulk bo'lsa, albatta soliq idorasidan aniq hisob kitobni talab qilishi kerak. Uchinchi muhim to'lov yer solig'i. Agar pensionerning hovlisi bo'lsa, odatda yer uchastkasi ham bo'ladi. Ayrim hududlarda yer solig'i kichik ko'rinadi. Masalan, yiliga 50 ming, 100 ming, 200 ming so'm. Lekin katta hovli, katta yer maydoni yoki markaziy hududlarda bu summa sezilarli bo'lishi mumkin. Pensionerlar uchun yer solig'i bo'yicha ham imtiyozlar bo'lishi mumkin, ammo bu ham shartga bog'liq. Masalan, Qashqadaryoda yashovchi buvining hovlisi 6 sotiq. U yolg'iz yashaydi, faqat pensiya oladi. Agar u imtiyozga ega bo'lsa, yer solig'i kamaytirilishi yoki umuman hisoblanmasligi mumkin.
Lekin uning yonidagi boshqa pensionerning 20 sotik yeri bor. Yerning bir qismi do'kon, ustaxona yoki ijara uchun ishlatilmoqda. Bunday holatda soliq organi yerning maqsadli foydalanishiga qaraydi. Agar yer tijorat uchun ishlatilsa, men pensionerman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Kim xavotir olishi kerak? Men birinchi navbatda quyidagi pensionerlarga o'z holatini tekshirishni maslahat beraman. Nomida uy yoki yer bo'lganlar, so'nggi yillarda soliq xabarnomasi kelganlar, bank ilovasida yoki soliq kabinetida qarzdorlik ko'rganlar, meros orqali uy olganlar, bir nechta mulkka ega bo'lganlar, uyini farzandiga o'tkazmagan va hali ham o'z nomida saqlayotganlar, ijaraga uy berayotganlar. Mana shu toifadagi odamlar imtiyozdan foydalanganmi yoki yo'qmi? Albatta tekshirishi kerak. Kim nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar pensionerning nomida ko'chmas mulk bo'lmasa, yer uchastkasi bo'lmasa, soliq xabarnomasi kelmasa, shaxsiy kabinetda qarzdorlik ko'rinmasa. Unda mol-mulk va yer solig'i bo'yicha xavotir kamroq bo'ladi. Lekin baribir yiliga kamida bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ba'zida eski kadastr yozuvlari, meros hujjatlari yoki texnik xatolar sababli odam nomiga noto'g'ri qarzdorlik chiqib qoladi. Yana bir real hayotiy vaziyat. Farzandlar ko'pincha ota-onasining uyida yashaydi. Uy esa pensioner otaning nomida bo'ladi. Soliq xabarnomasi keladi. Farzandlar uni to'lab yuboradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, otada imtiyoz bo'lgan, lekin ariza berilmagan yoki tizimda belgi qo'yilmagan uchun soliq hisoblangan. Agar yiliga bilim 1000 so'm bo'lsa, odamlar katta pul emas deb o'ylashi mumkin. Lekin 5 yil davomida 7-7 ming so'm bo'ladi. Agar 2-3 xil to'lov qo'shilsa, bu summa pensioner uchun ancha katta mablag'ga aylanadi. Davlat bojlari va xizmat haqlariga ham e'tibor berish kerak. Ayrim hollarda pensionerlar sudga ariza berishda, notarial harakatlarda, hujjat tiklashda, ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu imtiyoz har doim ham pensioner degan bitta so'z bilan berilmaydi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxs, urush qatnashchisi, yolg'iz pensioner, kam ta'minlangan oila a'zosi. Ijtimoiy himoya reyestri kiritilgan fuqaro bo'lsa, imkoniyatlar kengroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni faqat men pensionerman deb emas, balki mening yana qanday ijtimoiy maqomim bor deb tekshirishingiz kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi xato, odamlar imtiyoz avtomatik tushadi deb o'ylaydi. Ayrim ma'lumotlar elektron bazada ko'rinadi, lekin amalda hamma joyda bir xil ishlamaydi. Masalan, pensiya jamg'armasidagi ma'lumot soliq tizimida kechikib ko'rinishi mumkin. Kadastrdagi mulk egasi haqidagi ma'lumot eski pasport raqami bilan turishi mumkin. Familiya o'zgargan bo'lishi mumkin. Shunda tizim pensionerni tanimaydi va soliq hisoblayveradi. Ikkinchi xato, uy kimning nomida ekaniga e'tibor bermaslik. Ko'p oilalarda bu uy otamniki deyishadi, lekin hujjatda uy onaning nomida bo'ladi. Yoki bu uy buvimniki deyishadi, lekin kadastrda marhum boboning nomida qolgan bo'ladi. Agar mulk egasi sifatida boshqa odam ko'rsatilgan bo'lsa, imtiyoz ham o'sha odamning maqomiga qarab baholanadi. Meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa, qarzdorlik, soliq, kadastr muammolari yig'ilib borishi mumkin. Uchinchi xato, pensionerning mulkidan boshqa odam tijorat uchun foydalanishi. Masalan, pensioner onaning nomidagi uyning oldi qismida o'g'li do'kon ochgan. Ona, men pensionerman, soliq bo'lmasligi kerak deydi. Lekin soliq organi obyektning bir qismi tadbirkorlik uchun ishlatilayotganini aniqlasa, o'sha qism bo'yicha boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Bu yerda imtiyoz shaxsga beriladi, lekin foydalanish maqsadi ham ahamiyatga ega. 4-chi nozik jihat, bir nechta uy yoki yer. Pensionerning nomida bitta yashash uyi bo'lsa, vaziyat boshqa. 3 ta kvartira, dala, hovli, noturar joy, garaj, do'kon yoki ombor bo'lsa, vaziyat boshqa. Ayrim imtiyozlar faqat bitta obyektga yoki ma'lum maydon doirasida qo'llanishi mumkin. Shuning uchun pensionerlar soliq to'lamaydi degan umumiy gap odamni chalg'itadi. To'g'ri savol bunday bo'lishi kerak. Qaysi to'lov, qaysisi mulk, qaysi maydon, qaysi maqom, qaysi yil uchun? 5-chi nozik jihat. Qarzdorlik va penya. Agar soliq noto'g'ri hisoblangan bo'lsa ham tizimda qarzdorlik tursa, unga penya qo'shilishi mumkin. Keyin odam bank kartasidan yechib olinishidan, ijro hujjati kelishidan yoki mulk oldi sottisida to'siq chiqishidan xavotirga tushadi. Shuning uchun men har doim aytaman, qarzdorlikni ko'rdingizmi? Darhol sababini aniqlang. To'g'ri bo'lsa to'lang, noto'g'ri bo'lsa yozma ravishda qayta hisoblashni so'rang. Og'zaki aka,
qarab bering deyish yetmaydi. 6-chi nozik jihat ortiqcha to'langan pulni qaytarish. Ko'p odamlar to'lab yubordim, endi bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida agar to'lov noto'g'ri hisoblangan bo'lsa va siz imtiyozga ega bo'lganingizni tasdiqlasangiz, ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki keyingi to'lovlarga o'tkazish masalasini ko'tarish mumkin. Buning uchun kvitansiyalarni saqlash juda muhim. Bank ilovasidagi elektron chek ham dalil bo'ladi, lekin hech qanday hujjat bo'lmasa isbotlash qiyinlashadi. 7-chi nozik jihat, mahalliy farqlar. Soliqning umumiy qoidalari davlat miqyosida belgilanadi, lekin ayrim to'lovlar, xizmat haqlari, kommunal masalalar, mahalliy imtiyozlar hududga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, ayrim joylarda yolg'iz keksalarga moddiy yordam, ayrim xizmatlar uchun chegirma yoki bepul ijtimoiy xizmatlar bo'lishi mumkin. Buni bilish uchun mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, soliq idorasi va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tekshirish kerak. Kommunal to'lovlar masalasida esa alohida ogohlantiraman. Elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik kabi xizmatlarda pensioner bo'lsa umuman to'lamaydi degan gapga ishonmang. Odatda kommunal xizmatlar iste'mol qilingan hajmga qarab to'lanadi. Lekin ayrim toifadagi fuqarolarga kompensatsiya, yordam puli, subsidiya yoki alohida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari bo'lishi mumkin. Ya'ni pensionerlikning o'zi hamma kommunal to'lovni bekor qiladi degani emas. Agar kimdir sizga 2026 yilda pensionerlar gazga ham, svetga ham to'lamaydi desa, albatta rasmiy manbadan tekshiring. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizdagi hujjatlarni tartibga keltiring. Pensionerlik guvohnomasi yoki pensiya olayotganingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, JSHR raqami, uy yoki yerning kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, soliq xabarnomalari, to'lov kvitansiyalari, bank cheklari bir joyda bo'lsin. Agar nogironlik, yolg'iz pensionerlik, kam ta'minlanganlik yoki boshqa ijtimoiy maqomingiz bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlarni ham qo'shing. Ikkinchi qadam, qarzdorlikni tekshiring. Buni soliq organining elektron xizmatlari, bank ilovalari, davlat xizmatlari portali yoki tuman soliq inspeksiyasiga murojaat qilish orqali bilish mumkin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli tanishingizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamga bermang. Pasport rasmi, SMS kod, bank paroli kabi narsalar hech kimga berilmaydi. 3-qadam, sizga imtiyoz qo'llangan yoki yo'qmi? Aynan shuni so'rang. Soliq idorasiga borganda menda qarz bormi deyishning o'zi yetarli emas. Savolni aniq qo'ying. Men pensionerman. Mening nomimdagi ushbu uy yoki yer bo'yicha pensionerlik imtiyozi qo'llanganmi? Agar qo'llanmagan bo'lsa, sababi nima? Qaysi hujjat yetishmayapti? Mana shunday so'rasangiz, masala tezroq ochiladi. 4-qadam, ariza yozing. Agar imtiyoz qo'llanmagan bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada quyidagicha mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi pensiya oluvchi fuqaro sifatida nomimdagi falon manzildagi ko'chmas mulk yoki yer uchastkasi bo'yicha qonunchilikda belgilangan imtiyozni qo'llashni. Avvalgi davrlar uchun noto'g'ri hisoblangan summalarni qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizani 2 nusxada tayyorlab, bittasiga qabul qilinganligi haqida belgi oldirib qo'ying yoki elektron yuborsangiz, yuborilganligi haqidagi tasdiqni saqlang. 5-qadam, kadastr ma'lumotini tekshiring. Uy yoki yer sizning nomingizdami? Maydoni to'g'rimi? Obyekt turi to'g'rimi? Manzil xato emasmi? Eski pasport ma'lumotlari qolmaganmi? Bularning hammasi muhim. Ba'zan soliq noto'g'ri hisoblanishining sababi soliq idorasida emas, kadastr ma'lumotidagi xatoda bo'ladi. Masalan, uy yashash joyi bo'lsa ham tizimda noturar joy sifatida ko'rinishi mumkin. Yoki 6 sotiq yer, uni 6 sotiq deb kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunday xatolar pulga ta'sir qiladi. 6-qadam, agar siz yolg'iz yashasangiz, ijtimoiy himoya imkoniyatlarini tekshiring. Mahallaga boring. Ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Tuman ijtimoiy himoya bo'limidan qanday yordamlar borligini so'rang. Ba'zan pensioner soliq imtiyozidan tashqari dori-darmon, parvarish, oziq-ovqat yordami, uyda xizmat ko'rsatish yoki boshqa qo'llab-quvvatlashdan foydalanishi mumkin. Ko'pchilik bu imkoniyatni bilmagani uchun murojaat qilmaydi. 7-qadam. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini yiliga kamida bir marta tekshirib bersin. Men buni juda muhim deb bilaman. Pensionerlarning hammasi ham elektron tizimlardan foydalana olmaydi. Bank ilovasi,
soliq kabineti, kadastr bazasi, davlat xizmatlari portali. Bular yoshlar uchun oson, lekin keksa odam uchun qiyin. Shuning uchun har yili yanvar, fevral yoki mart oylarida ota-onangizning soliq qarzdorligi, kadastr ma'lumoti va imtiyozlarini tekshirib qo'ying. 8-qadam, shubhali xabarlarga ishonmang. Telegramda, WhatsAppda pensionerlar 2026 yilda hamma to'lovlardan ozod bo'ldi. Ro'yxatdan o'tish uchun karta raqamingizni yuboring degan xabarlar chiqishi mumkin. Bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli katta. Davlat imtiyoz olish uchun sizdan bank kartangizning paroli, SMS kod yoki oldindan pul to'lashni so'ramaydi. Rasmiy ma'lumotni faqat davlat organlari, soliq idorasi, davlat xizmatlari markazi, ijtimoiy himoya organlari yoki ishonchli huquqiy manbalardan tekshiring. 9-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Masalan, tuman soliq idorasida masala hal bo'lmasa, viloyat soliq boshqarmasiga yoki elektron murojaat tizimiga yozing. Arizangizga oldingi murojaat nusxasi, javob xati, kvitansiyalar va hujjatlarni ilova qiling. Har bir murojaatni yozma shaklda qoldirish sizning huquqingizni himoya qiladi. Demak, 2026 yilda pensionerlar ayrim to'lovlarni to'lamasliklari yoki kamroq to'lashlari mumkin. Lekin bu hamma to'lovlarga avtomatik tegishli degani emas. Eng muhim yo'nalishlar mol-mulk solig'i, yer solig'i, ayrim davlat bojlari va ijtimoiy xizmatlar bo'yicha imtiyozlarni tekshirish. Kimning nomida uy, yer? Ikkinchi, mulk yoki tijorat uchun ishlatilayotgan joy bo'lsa, albatta o'z holatini aniqlashtirsin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing, qarzdorlikni tekshiring. Imtiyoz qo'llanganmi yoki yo'qmi so'rang. Kerak bo'lsa ariza yozing. Shunda ortiqcha pul to'lab yurishning oldini olasiz. Sizningcha pensionerlar uchun qaysi to'lovlar bo'yicha imtiyozlar ko'proq tushuntirilishi kerak? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Balki aynan shu video kimningdir pensiyasidan ortiqcha pul ketishining oldini olar.